Mana o o'yin dal odamning ishki dunyosidagi eng qo'rqadigan vahimasini qezib chiqib, sizning nimadan qo'rqadiganligingizni bayqab, sizga shu narsani ko'rsatib beralaydi. Joni bu ishga ma'qul bo'lgandan keyin sinov rasmiy boshlanib ketadi. U noyta qorong'u bo'lgan ko'ni bir dachining ichiga elib kelindi. Qora xotinning deyishicha, uning vazifasi faqat bu yerda uzoqroq turishni tamomlatdi. Agar qo'rqinchga bardoshlik bermay qolsa, stop debla o'yinni oxirlashtirsa bo'laveradi. Qora xotin uningga ko'z oldiga uchirgan narsalarning faqat malhum tasvir ekanligi, qo'rqib ketmasligini aytadi. Joni o'z-o'ziga men qora xotindanmi qo'rqmagan yerda bundaq o'yindan qo'rqamdim. Men nimani ko'rmagan-ay deb o'zini paypalayotdi. Shuning bilan Joni bu dojida ko'ni safada o'ltirib vaqt o'tkazishga boshlaydi. Dal o'sha vaqtda to'satdan bir o'mchik uning yeniga o'milib keladi. U o'z eng qo'rqadigan o'mchikni ko'rib, dastlab o'ldirib o'tmoqchi bo'ladi. Lekin oyog'ining ostida o'mchik g'oyib bo'lib ketgan edi. Qora xotin uningga bu o'yinning boshlanganligini aytdi. U to'satdan uydagi tom rasmining ichida yog'och uyning chirig'i yeniq ekanligini, dariz tuvida bir qora ko'langining turganligini aytdi. Hamda yuragi jiringina qilib qoladi. To'satdan ikkinchi qavatdan oyoq tevishi anglandi. O asta ustiga qaraydi. Hech kim yo'q edi. U kayniga qarshi bilan tuyuqsiz Joni ishtonga sivdayla deb qoldi. U o'zini tutib olib, sinchilab qarab boqdi. Voy, bu mening maktab vaqtimda doim bo'zaq qilgan savodishim bu. Darvaqa, o'yin Jonining xotirasiga qo'qadigan narsalarni uningga namoyon qilishga boshlagan edi. Endi bu o'zini tangshi olay deb turishiga, bayonqi savodishi yo'g'on bir o'mchikka o'zgarib, uni yana bir qitim cho'chitib o'tdi. O chaqda u o'zining qora xotin bilan aloqasini uzilib qolganligini bayqaydi. Dal mush paytda uyning ishkini biraylan noyda jiddiylik bilan qiqotdi. Joni nima ko'rsam ko'rdim deb ishkini ichishiga, ishkining sirtida turayotgani amaliyotda ser edi. Joni ma qiz bolam ajab menga rostlikli ko'rindi-ya deb o'ylaydi. Lekin bu qizni tutqini ham silig'ini bo'ladi. Seri Joniga darhol bu yerdan ketishni aytdi. Hamda uningga Bata Shivaning bu shirkatda qonunsiz bo'lgan ming tajribasini elib berayotganligini, ilgirki mushi sababdan 5 odamning yo'qolib ketganligini aytdi. Garchi Seri qarmoqqa shundoq o'rinliq gap qilgan bo'lsa-mu, Joni uning gaplariga ancha ishonmaydi. Uning nazarida Serimo o'yinning bir partisi edi. Degandek Serining chiroyi shiddat bilan o'ngib, o'zining amaliyotda Jonining bu o'yinga qatnashtirish uchun uning pulni yig'olganligini aytdi. Hamda Jonining dumbisiga bir pichoq sanjiydi. Natijada tunugun oqshomgi jang yetishmaganda u o'yinning ichidami bir qapas quchoqlashma jang boshlanib ketdi. Tuyuqsiz hamma narsalar g'oyib bo'ldi. Hatto dumbisiga jarohatmi g'oyib bo'lib ketdi. Ammo oyamqa og'riq tuyuqsi shunchalik ras edi. U chaqda qora xotin bilan bo'lgan simsiz aloqa asli keldi. Joni uning bayon qishlarini bayon qilib berdi. Lekin ular bu ishdan qattiq hayron bo'ldi. Chunki uning deyishicha, o'yin faqat malhum ko'rinishni hosil qila oladi. Hargizmi haqiqiy badan sezgisini hosil qila olmaydi. Joni xoplab o'ynamayman, stop deb nola qildi. Qora xotin uning ikkinchi qavatga chiqib o'yinni saqlab etgandan keyin ondan o'yindan chekinib chiqqani bo'ldiganligini aytdi. Bu vaqtda so'ndanglar degan bu o'yinni. Lekin Joni ikkinchi qavatga chiqsa, cho'qim texmi vahimlik bir narsani uning saqlayotganligi oydin edi.